Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlarining aziz ko'ruvchilar. Bugun Fatima Sayya xonim bilan tuyuqsiz naq maydon suhbat qildik. Bu naq maydon suhbat qilishimizning sababi 2 kunning oldida Istanbulda 6-12 bal yer tevrab, hammamiz rahat qildi. Turkiyadagi qarindoshlarimizdan jumladan Istanbulda yashaydigan barliq turk xalqlardan bir endişe qildik. Endi Fatima Sayya xonim mushu yer tevrash sohasidagi mutaxassisi bo'lganligi uchun biz bugun bu suhbatni qilish orqali yer tevrash haqida xalqimizni bir tafsil bir ma'lumotga ega qilish, shundaqla yer tevrashdan qandoq qo'g'inishning tadbirlari haqida bir suhbat o'rlashtirdik. Fatima Sayya xonimni suhbat taklif qilishdan burun Fatima Sayya xonimniki mushu yer tevrash haqida elib borgan o'qigan kasb nimalarni qisqacha bir tushuntirib o'tay. Fatima Abduxo'r Sayya xonim geofizik tadqiqotchisi, hozir Avstraliyaniki Flit bo'shliq texnik shirkatida geofizik bo'lib ishlayotdi. To'liq kursni Xitoyning Jilin universitetidagi geofizika injenerligida o'qigan, o'qish bitirgandan keyin yer tevrashdan foydalanib, neft va gaz tepish injeneri bo'lib 5 yil xizmat qilgan. Magistrlikni Italiyaniki Camiro universiteti va Germaniyaning Myunxen universitetlarida geomuhiti boyliqlari va xatarlari va geoximiya kasblarida bitirgan. Yer sharining qadimiy magnit maydoni haqida 3,5 yil doktorlik tadqiqot olib borgan va bu haqda ko'plagan maqolalar e'lon qilgan. Hozir yer tevrash ilmini asos qilgan doktorlik tadqiqot bilan shug'ullanyapti. Assalomu alaykum Fatima Sayya xonim. Bugun siz qimmatli vaqtingizni chiqarib, Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga naq maydonga qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Bugungi suhbat İstanbul'daki yer tevrashni Uyg'urlar bo'lgan xatri hamda shu diasporada yer tevrash sohasida tadqiqot olib borayotgan, shu yerda xizmat qilayotgan mushsaniki bir mutaxassisi bo'lib sifatingizdan bu ekran kelganingizdan nihoyatda xush bo'ldim. Unda o'z ekran sizda. Bugungi suhbatni biz boshlaylik. Alaykum assalom Abdurimjon, ko'rurmanlar. Bu jiddiy suhbatga jiddiy qarab, shu naq maydon suhbatini anglaganlarga ko'p rahmat. Bu suhbatni hozir naq maydon anglayolmagan bo'lsanglarmi, bundan keyin anglab chiqishinglarni bo'libmi sizlar Turkiyada yashayotgan yoki Istanbulda yashayotgan bir Uyg'ur bo'lish sifatinglar bilan bu suhbatni anglab chiqishinglarni men jiddiy tavsiya qilaman. Bu daqiqat ko'rsak. Abdurimjon degandek 2025-yilda 4-23-kunsi İstanbulda 6,12 bal yer tevrash yuz berdi. Bu yer tevrashni İstanbulning o'xshamagan mahallari, o'xshamagan nimada his qildi. Albatta eng jiqqa his qilganlari Hasan-Yurt, ya'ni Beylikdüzü bilan uningki nimaga joylashgan, g'arbiga joylashgan Korlu deydigan yana bir yer ekan. Shu yerlarda eng jiq, ya'ni eng zo'r his qilindi bu yer tevrash. Endi İstanbulda yer tevraydi, nimishqa yer tevraydi, Turkiyada nimishqa yer tevraydi, nimishqa bu suhbatni jiddiy ib berib qoldik degan vaqtida eng muhimi İstanbulda cho'qim yer tevraydi. İstanbulda cho'qim cho'ng yer tevraydi. Buni men bir ikki jurnaldagi Suriyada yer tevrgan vaqtida, yer tevrgan vaqtidagi bir qatimliq parangda shu gapni naydi jiddiy degandim. Agar İstanbuldagi Uyg'urlar sharoitlari bo'lsa, eng yaxshisi İstanbulning yer tevrashga mudofaa eng kuchli mahallalar ko'chib kelsa, yoki bo'lmasa agar İstanbuldan ko'chib ketadigan bo'lsa, shu odamningki bexatarlik uchun, ya'ni hayotiy bexatarlik uchun eng yaxshi tanlash deb mushtaq maslahat bergandim. Hozir o'xshash shu maslahatni texnik jiddiy yo'sinda berib oldinglarda o'tiribdim. Buni deyishdan yer tevrash degan nima degan bularni deyishdan burun men sizlarga men nimamni, men ekranimni sizlarga ko'rsatsam ko'rinamu?
Sınap bakma. Men sınap bakay. Ko'rindigan butun ekranimni agar ko'rinmadi desanglar ko'rinmasa siz desangiz bo'ldi menga. Frenini de tutturmay sınap kanlar ketip bakal ya. Ondan Aldın, oldu hazır. aldınqıdan bir programmadımı ekranimni ko'rsatsam başdagi bir beti ko'rinib qolganlari ko'rinmabdi ekan. Bugun mana shunday ishib qolmasin deyman. Ben bu dini çıkıp kaldı çok hazır. Okay. Olmuş şüphet yapıldı ki ben yetmeyim kutlayıcı. Sıman da aşinasını. Hozir men ekran ko'rinmadimi? Yo'q, siz aşkıdan çıkaramedi. Okay, bu shu sizning nimangizniki Ben bir kapatayım. shu studioning chatiq ekan hamsa. Men hozir sizga ulanishni avatib beray. Muş yaşım ben abes evet peken pete müşbet kılaylık emsi. Bo'ladi. Agar ashni besib kirsangiz, ash ulanishni besib kirsangiz, Onu hiç beş kırıl olmaydı ki. Ben kiremeyken bulmuştum besip. control ulanish besilgan ulanish, lekin siz presentation qilsangiz, presentationdan beslamni bilmayman. Besilmaydı ki presentation. Okay, chataq yo'q. Unda bo'lsa men sizga mana bu ulanishni avatib beray. Men avatgan ulanishni ashna bassangiz, nimada? Chatda avatdim. Parang ko'znikida. Bu ko'znak ichilg'icha men deb degash turay, ya'ni Istanbul shu Marmara dengizininki shimoliga joylashgan, Qor dengizininki janubiga joylashgan. Bu qitim yer davrga vaqtida shu Marmara dengizida 7.7 ball yer davrdi. Tavrash asli o'rnida. Uni yer davrashning markazi deymiz. Men besildimman, sizga ochaldingizmi to'rbetni? Açtım, lekin bu yani bir nima sevgili içildi de işgal ekranı görünmeydi ki. Ma ekran mesela hozirgi ko'rinayotgan ekranni yo'q deb ani ko'rsataman ekansiz. Yo'q. Okay. Hechqisi yo'q unda bo'lsa. Unda bo'lsa men o'zim ash ekran qarab men sizlarga nimalarni beraveray. Andiki men bu nimani hujjatni keyin ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi. Yoki Facebookga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Andiki ashyadan kirib o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Shu asosligi bu yerda jiq rasmlar bordi, rasmlar bilan tushundirgan bo'lsam oson bo'ladi. Lekin men studioningki qolaysizligini men bilmabdiman. Shuna bo'lsa-mu, shu Istanbul bu daqiqatim yer davrga vaqtida Marmara dengizida tavrdi. Asli tavrgan joyninki nimasi balsani, yer davrash balsani 7.7 bal yer davrdi. Andan keyin bu yerda o'xshamagan Istanbulning o'xshamagan mahallari buni o'xshamagan yo'sinda his qildi. Masalan, buningda Amerikaninki yer davrashni davomli kunda nazorat qilib turadigan, xotirlab turadigan to'rbeti bor, USGS deb. Shu to'rbetga chiqib ashbatdan qarsam, bu 7.7 bal yer tavrash, masalan, Asanyurt degan yerga kelgan vaqtida, shu yer tavragan vaqtning o'zida 7.1 bal bo'lib yetib keldi ba'zi yerlarga. Andan keyin asosligi yer tavragan bu energiya nim bilan munosabatlik asli yer tavragan markaz bilan andan keyin sizlar turayotgan ya'niki orliqi bilan munosabatlik bu eng chong ish. Qancha jiroq bo'lgan sari tavragan, ya'ni shuncha oz
sezimiz. İkincisi, andan keyin sizlar turayotgan yerninki yer qatlimi bilan yana bo'lapmi o'liqi. Birinchi qatlimi bilan munosabatlik. Agar sizlar turayotgan yerninki osti qattiq bo'ladigan bo'lsa, u vaqtda yer tevrashni sezishinglar osti yumshoq bo'lgan bundaq yerga qaraganda oz bo'ldi. Ya'ni osti yumshoq bo'lgan vaqtida yer tevrashni texmo yer tevrash kuchayib ketadi. O'xshash 7.1 ball yer tevraganda agar sizlarning binoninki sizlar turayotgan mahallaninki osti bundaq qattiq toshliq yer bo'lgan bo'lsa, sizlar uni balkim 6.18 ball his qilishingiz mumkin. Lekin agar uning osti qumsongo bundaq soyil degandek yerlar bo'lsa, u joyda sizlar uni 7.12 yoki 7.13 ball his qilishingiz mumkin. Shunga o'xshash yer tevraganni bizda mushtaq o'xshamagan yo'sinda yetib keldi. Shu masalan Asan-Yurt degan joyda Beylikduzininki. Masalan hozir shu to'rga qarayapman. Yoqublu degan yerda Beylikduzininki Yoqublu degan yer shu yer tevragan 7.17 ball ya'ni 5.19 ball deb his qilibdi. Ashtaq kapdi. Andan keyin miyada yana bir so'ki masalan Buyukchekmachida o'xshash yer tevrash 6.13 ball his qilinibdi. Andan keyin miyada yana Buyukchekmachininki yana bir tarafida ya'ni bu Marmaraga texmi yaqin tarafida yana o'xshash 5.19 ball his qilinibdi degandek. Bu qitimliq eng cho'ng ilqi shu Marmara yer tevrashini eng cho'ng ilqi his qilgan ikki yer bor ekan. Shu birisi Asan-Yurt. Shu Asan-Yurtning atrofi. Yana birisi bu Marmaraninki nimaga g'arbiga to'g'ri keladigan Korlu degan joy. Korluga texmo aniq, texmo yuqori darajada yetib kelibdi. Korlu chataqgan masalan 7.12 ball yetib kelibdi. Endi bu orliqi yer tevragan joydan 44 kilometr keldi ekan. Asan-Yurt bo'lsa, Asan-Yurtning eng yiroq yeri masalan 51 kilometr keldi ekan. Ammo 51 kilometr kelgan yerga 6.13 ball bo'lib yetib kelibdi. Demakchi o'g'lim, shu birinchi ahvol, ya'ni yer tevraydi. Yer tevragan vaqtida biz uni o'zimiz turayotgan yerga asosan o'xshamagan darajada his qilamiz. Endi yer tevrash degan yer nimishqa tevraydi degan bu savolga nisbatan yerninki biz turayotgan bu yer shari bundaq tuxumga o'xshaydigan bir narsa. Ya'ni uningki tuxumning shaklidek yerning po'stloq qavti bo'ldi. Tuxumning iqidek yerninki mantle deymiz. Yerning mantlesi bo'ldi. Andiki tuxumning sirqidek yerninki markazi bo'ldi. Normalda yerninki tuxumning iqi yoki yerninki o'tir qatlami u bundaq jim turadigan bir joy emas. Bu yerda avval kilometr sonini tushuntirdi. Masalan, yerning po'stloq qavti normalda eng cho'nqur bo'lsa 40 kilometr cho'nqurlikda bo'ladi. Bu nima demas, dengiz okeanlarda emas, quruqliklarda 40 kilometr cho'nqurlikda bo'ladi, eng cho'nqur yeri. Agar dengiz okeanlarda bo'lsa 5 kilometrdan 10 kilometr yoki normalda 7 kilometrgacha shunchalik qiyinlikda bo'ldi. Andan keyin o'tir qatlam bo'lsa normalda bizga ta'sir qila oladigan o'tir qatlam normalda 250 kilometr 40 kilometrdan 250 kilometrgacha shu o'tir qatlam deb usti o'tir qatlam deb atildi. Hamda yer sharininki shu usti o'tir qatlami jim turadigan, bundaq harakatlanmaydigan joy emas. Bizga u bundaq qattiq jism deb o'ylaymiz, lekin qattiq jism bo'lgan bilan u uzun mazgil kuzatadigan bo'lsak, uni masalan geologiyalik vaqtlar bilan million yillar kuzatadigan bo'lsak, uningki davomli harakatlanib turayotgan bir yumshoq jism, suyuqlik jism oldida ekanligini bilamiz. U o'ylab baqsanglar, agar tuxumning iqi davomli harakatlanib tursa, tuxumning iqining ustidagi tuxumning postimi tuxumning shaklimi o'shning bilan birga harakat qilib turdi. Ham yer sharininki biz ustida yashaymiz, ammo ostimizga bevosita osti shu yer sharininki
postlaq qavati bo'lg'achqa bu postlaq qavat tuxumning shakli desam xuddi yerilmagan tuxumdek his qilib qolmanglar. Ishchi davomli harakat qilib turg'achqa bu tuxumning shakli yeriq holatlarda bo'ladi. Şoňa aş tuxumning şaklynyň yerilgan ýerlerinden davamlyk biz yer şäheriniň içki kısmynynki içki kısmynda bolup atgan hereketler şu energiýa şekilde bizge ýetip durdy. Bu ýerdäki energiýanyň şu eň çoň ýetadigan energiýa ýer täwreş energiýasy. Çünki yer şäheriniňki üsti otur qatlamy hereketlenip atgan çagda o qatlamlar mundaq bir-birinden ajrılıp ketidi yoki bo'lmasa ba'zi vaqtida bu qatlamlar bir-biriga so'qiladi. Bu so'qilish yoki ajrılıp ketish yoki bir-biridan mundaq yanma-yan o'tishib ketidi degandek bularning hammasi anadagi postlaq qavatininki shundaq ba'zi yerlarning ajrab ketish, ba'zi yerlarning bir-biriga so'qilish, ba'zi yerlarning o'zaro o'tib ketish degandek mushtaq harakatlarni keltirib chiqardi. Masalan, ikki so'qilgan yerdan tog' paydo bo'ladi. Masalan, ikki bir-biridan ajragan yerdan dengiz okean paydo bo'ladi. Ikki bir-biridan o'tib ketayotgan yerdan masalan davomli harakat turadigan ashtaq joylar hosil bo'ldi degandek. Endi Turkiyaga kelsak, Turkiyaninki jug'rafiyalik joylashishiga qaraydigan bo'lsak, Turkiyaninki ikki dengizning o'tirsiga joylashgan, uning ustiga nima mushu so'yilib ketgan, tushilib ketgan tuxumning postlaqlarninki uni bir mundaq bir necha shu postlaqlarning orasiga tushilib ketgan postlaqlarning orasiga Turkiya ashaga kirib qolgan. Ya'ni hamma yer davomli harakatlanib turadigan bir joyning o'rtasida Turkiya ashada bo'lib qolgan. U undaq joylar masalan bu nimadan janubdan keladigan arab nimasi taxsi deb qo'yaylik endi. Andan keyin janub shimoldan keladigan boshqa tuxumninki postlaqlari degandek har tarafdan Turkiya undaq nima boshqa kuchlarninki ta'siriga uchrab turdi. Nimalik geologiyalik jihatdan aytgan vaqtida. Şoňa bundaq kuchlarning ta'siriga uchrab turadigan joylarda ikki narsa bir-biriga davomli surkilib harakat qilib tursa, u yerda cho'qim nima bo'ldi? Energiya yig'iladi, ya'ni surkilish energiyasi degandek, sog'liq energiyasi, harakat energiyasi degandek. Agar bu ikki taraf, masalan ikki taraf surkilib ikki taraf surkilish kuchini yangsa, u chog'da tuyuqsiz yerilib bir-biridan ajrab ketadi. Shu vaqtda surkilish kuchidan hosil bo'lgan energiya biraqlam portlab chiqadi. Biraqlam o'zini qo'yadi energiya. Shu energiya qo'yayotgan vaqtida shu bilan bizga u yer davrash bo'lib keldi. Bu daqiqatimliq yer davrash Marmara dengizida yuz beribdi. Marmara dengizininki 10 kilometr cho'nqurlikda yuz beribdi. Endi yer davrashmi postlaqninki o'xshamagan yoki bo'lmasa usti o'tir qatlamning o'xshamagan yerlarda undan cho'nqur yerlarda yer davrash yuz berdi. 800 kilometr, 1000 kilometr degandek yashan ashki qatlamda. Lekin ular bizga kap bo'g'icha ojizlab ketadi va bizga bundaq kelalaydiganlari texnik kuchli bo'lib keladiganlari qancha nima tez joyda yuz bersa yashan ashki qatlamida u bizga shuncha kuchli energiya bo'lib yetib keldi. Ya mushtaq yer sharininki ishki qatlamlarninki jim turmaydigan yer shari bir aktiv bir planet bo'lganligi uchun, ishki qatlamlar aktiv planet bo'lganligi uchun shunga biz yer davrganni his qilamiz nimada. Yer sharining ustida yashayotgan vaqtimizda. Yana birsiga o'tsak. Endi yer davrganni bizga endi yer davridi deb tuydi ekanmiz, bildi ekanmiz. Yer davrganni men Amerikaniki torbitidan qanday ko'ryapman degan vaqtida butun yer sharining hamma yerlariga yer davrashni
sezadigan, xotirlab turadigan, kecha kunduz xotirlab turadigan mushtaq yer davrashni sezish asboblari seismogram deymiz yoki seismometer deymiz. Seismometer mushtaq ashlab butun yer sharining ham yerga tarqalib ketgan. Bu normalda hukumatlar mablag' selib shu yer davrashni qiladigan markazlarni qurdi. Andan keyin u markazlar davomli shu asboblar yig'ib avatib bergan uchurlarni davomli ko'rib turdi. Shu orqali yer davrganni bilib turdi. Yer davrganni qanday xotirlaydi? Yer davrgan vaqtida energiya qo'yib turdi dedik. Bu energiya biz bilamiz, agar fizika o'qigan bo'lsak, energiya degandan keyin bir to'lqin shaklda, o to'lqin ham zarracha deymiz, o to'lqin shaklda yetib keldi. Shunga shu to'lqin shaklda yetib kelgan shu energiyani normalda o'rnatilgan yer davrashni sezish asboblari uningga bir narsa bundaq ig'ir bir narsa o'rnatilgan bo'ldi. U narsa u ig'ir narsa tavrimaydi, lekin ig'ir narsaningki u bir bundaq sanglab turgan narsa. U ig'ir jism tavrimagan bilan, lekin uni kuch tutib turgan prujini tavraydi. Shuning bilan shu yerning to'lqini yetib kelgan vaqtida yer qandoq midirladi. Buni prujinninki harakatidan bilib xotirlandi. Undan keyin u elektr nimasiga aylantirilib, elektr signaliga aylantirilib, shu elektr signali orqali biz muncha bal cho'ng yer davrabdi yoki kichik yer davrabdi yoki bu yerdan palon yerda davrabdi deb shundoq bilalaymiz yer davrganni. Keyin birsi o'tsak. Yer davrashninki balsani abay degandek, yer davrgan u bir to'lqin bo'lgandan keyin, to'lqin desa, masalan, suvga tashlatsak bundaq to'lqinni ko'ramiz-ku, yoki bo'lmasa dengizning to'lqini degandek, u to'lqinninki egizligi va andan uzunligi va masalan bu qisqa to'lqin bo'lsa, bundaq kelib birdan mengib to'xtab qoladigan yoki uzun dengizdan masalan jiroqdan kelayotgan uzun mang'alaydigan to'lqinlar bor. Endi balsani degan shu to'lqinninki egizligi. Yana to'lqin qancha egiz bo'lsa, u shuncha kuchli bo'ladi. Qaddiyosunda mushtaq tushundirsam bo'ldi. Buningki to'lqinning uzunligimi bor, egizligimi bor, lekin biz yer davrashni balsani yoki kuchlik ojizligini tasvirlagan vaqtda shu egizligini, to'lqinning egizligini ko'z tutamiz. Yana birsiga o'tsak. Hozir dedim Istanbulda nemishqa aslida men mushtaq rasmlarni qo'ysam bo'lib ekan, men to'rbatning ko'rinmaydiganligini bilmay qolibdim. Mendan ketib qolibdi. Abay dedim sizlarga masalan bu miyada Euro-Asiya nemasi bor. Euro-Asiya plates bor ustida, shimolda. Andan keyin bu janubda, g'arbiy janubda, sharqiy janubda nima bor? Arab taqsisi bor. Andan keyin nimadan keladigan, Southdan keladigan, janubdan keladigan degan Afrika taqsi degandek bularimiz shakallarning bundaq ayrim bo'lib ketgan yerlari. Ashlarning hammasi diqqat qilsanglar bundaq Arab bilan Afrika ustiga ishtirib o'tibdi. Yana ular bundaq kelib o'tibdi mengib. Bu Euro-Asiya platemo ustida turibdi. Ularninki harakatini bu yerda ko'rsatmabdi. Lekin shu Turkiyaning o'zi, Sirqiyada ko'rsatilgan yosh Turkiya, Anatoliya degan ismni ko'rsanglar, Turkiya degan ismni ko'rsanglar bo'ldi. Turkiyaning o'zi yana bir-biridan ajrashib, Turkiyaning yer osti qatlami bir-biridan ajraydi ekan. Shundaq bir-biridan ajrashib ketgil turibdi. Shu bu yerdan bir murakkab kuchlar u yerda murakkab kuchlar ta'sir qilib turibdi. Endi Istanbulninki yer davrishi asosli bu janubdan Marmara dengizidan keldi. Chunki Marmara dengizida cho'ng Marmara dengiziniki o'ttirsida cho'ng uzuk bor. Uzilish bor. Ya'ni bu
Afrika bilan Turkiyaning oraliqqa qarasanlar, bundaq bir qizil siziqlarni ko'rsizlar. Ash qizil siziqlar yerningki, shu postlar qavtiki uzilishlarni ko'rsatadi. Bu uzilish bu nimadan sharqdan g'arbga qarab mushtaq butunlay kesib o'tadi, Marmara dengizni kesib o'tadi. Shu uzilish endi u uzilish undaq kunda uzilib turmaydi. O degandan uzun mezgillik necha yuz ming yillik shundaq asli bo'lgan u uzilish yoki birer ming uzunlardan asli bo'lgan uzun harakatlardan keyin asli bo'lgan uzilish. Bu uzilish ba'zi vaqtida bizga nisbatan jim turdi. Ya'ni u pasif holatda turdi. Uzilish bor, lekin biz uning harakatini his qilolmaymiz. Yer davrash orqali his qilolmaymiz. Bu uzilishning ba'zi yerlari bor. U ba'zi yerlarda harakat jiqroq bo'ladi. U harakatni biz his qilib turamiz. Masalan, bu daqiqatimlik shu harakatninki jiqroq bo'lgan yeri uni biz his qildik. Endi İstanbulda mushu Marmaraninki bo'ladi. Bu qitimliq yer davrigandan gapini qilsak, Marmaraninki shu uzilgan joylarninki davomli o'xshamagan yerlarninki o'xshamagan harakat qilib turish natijasida bizga nima yer davrash yetib kelib turdi. Anadan keyin İstanbul nima yer davri degan chog'da İstanbulda cho'qim yer davraydi. Bundan burun İstanbulda nurg'un yer davragan. Bundan burun degan vaqtda masalan 1509 yildan boshlab sizlarga sanab bersam, ya'ni 500 yil burun dan boshlab sanab bersam, 1509 yili 7.4 bal yer davrab degan o'xshash Marmara uzuklardan kelgan yer davrash. U yer davrash nimaga shimolga qarab mangan sari asli 7.4 bal bo'lib degan, shimolga qarab mangan sari u kengayib 8 balga yetibdi. 1719 yili yana bir qitim 7.4 bal yer davrabdi, yana o'xshash Marmara uzukidan. U asli yer davrashninki bu nimaga sharqiga to'g'ri kelibdi. Ondan keyin 1754 yili yana bir cho'ng yer davrash yuz beribdi, 7 bal yer davrash. 1776 yili 7.12 bal yer davrash yuz beribdi. Chatoq yeri 1766 yili 2 qitim yer davrash yuz beribdi. Birisi 5-oyda 7.12 bal. Yana birisi 8-oyda 7.6 bal. Bu asosan yer davrash avvalma nimada sharqda boshlanib, 3 oydan keyin asta-asta g'arbga o'tkilibdi. Yer davrashniki harakati g'arbga o'tkilibdi. Bu nima degan gap degan vaqtida yer davrga vaqtida yer bir taraf to'xtab qolgan, Turkiya yer bir taraf to'xtab qolgan yer emas. U davomli yer davrab turadigan yer. Andan keyin yana bir odamni jiddiylashtiradigan bir yer bo'lsa, Marmara uzukininki biz qachon yana qaytadan qo'zg'alib, tuyuqsiz energiya qo'yib beradiganligini olimlar oldin faraz qiladi. Lekin aniq bilmaymiz. Masalan, oldin faraz qilingan vaqtida shu İstanbulda har 250 yilda, hamda 250 ga 30-40 yilni oldiga aytsak bo'ldi, yoki 10-20 yilni. Shunchalik vaqt har 250 yilning ichida bir ashundaq cho'ng tipliq noyatliqi buzg'unchi yer davrash Marmara uzukining harakatidan kelib chiqib turdi ekan. Şoňa hazır 1776 yıldan başlap hazırgacha hesaplaydigan bolsak, hazır şu 2026 yılı çoğun bir yer davraydı. O çoğun yer davraya vaqtida 7 baldan yuqori. 7 baldan yuqori degende faqat Marmara dengizininki uzukidilam 7 bal emas, şu İstanbul şäheri Marmaraga yaqin joylar, onun atrofidagi joylar, her tarafiga tarqalgan aşlarning hammasi 7 baldan yuqori nimani yer davrashni ko'rdi deb shundaq oldin faraz qilingan. Shunga 1776 yildan tortib hozirgacha 250 ni qo'shadigan bo'lsak, 2026. Turkiyaninki o'zininki hukumat organlarininki to'r betiga chiqsak,
mushu cho'ng yer davrashni 2004 bilan 2034ning oralig'idagi mush 30 yilda yuz berdi deydigan shundaq aniq ma'lumot bor. Endi masalan nemishqa bu yer tavrab Marmarada 7.17 bal təvirgən ya tarqalğan sırı nemishqa 7.18 hatta 8 bal bo'lib ketdi degan bu savolga javob beradigan bo'lsak, bu ilqi biz turayotgan abayman dedim, biz turayotgan yerninki ilqi eng yaqin ilqi yerning ostidagi qatlam bilan eng cho'ng munosabatlik. Agar yumshoq yerlar bo'ladigan bo'lsa, u yer tavrashni kuchaytirib o'tadi. 7.12 bal yer 7.14 bal yerga aylanib ketishi yer davrashga aylanib ketishi ehtimolligi aylanib ketadi emas aylanib ketadi. Endi 1999 yili eng oxirgi qitim ilqan cho'ng yer davrgan 1766 yildan 1894 yili yana bir qitim cho'ng yer davrabdi 7 bal. Andan keyin tarqalgan siri 7'de 2, 7'de 4, 7'de 6 bo'lib tarqalibdi markazidan. Andan keyin 1912 yili yana 7'de 4 bal yuz beribdi. 1999 yili yana 7'de 4 bal yuz beribdi. Bularning hammasi o'zikning ustida bo'layotdi. Ya o'zikninki nemisda, sharqida, ya o'zikninki g'arbida, yoki shu o'zikni bo'ylab harakat qilib shu nimani yuz berdi. Bu daqiqatliq bu yer davrashma shu o'zikninki bu g'arbi tarafininki tuyuqsiz qo'zg'alish bilan yuz bergan harakat. U balkim g'arbdan sharqqa o'tkilishi mumkin yoki hozirgi qaraganda Korlu degan joy uninki texmo g'arbida ekan yoki g'arbiga qarab o'tkilib ketishi mumkin yer davrash. Andan yana bir ish har qitim bir cho'ng yer davrashning oldida mayli 7.12 bal bo'lsin yoki 6.19 bal bo'lsin. Uning oldida bir kichikroq yer davraydi. Masalan, mush qitimliq 7.7 bal yani o'zining yer davrash markazidagi 7.17 bal yer davrashning oldida 3.19 bal bir kichik avval yer bir silkingan. Ondan keyin asosliq yer davrash yetib kelgan. Ya'ni yer davrashni oldingi yer davrash, asosliq yer davrash, undan keyin yer davrashning keyingi yer davrash deb bunday 3 bosqichga bo'lamiz. Shunga ondan keyin shu eng cho'ng yer davrab bo'lgandan keyin masalan Asan yurti desak 6.12 bal yer davrab bo'lgandan keyin uning agishib 5.19 bal, ondan keyin 3.15, 3.4 hatta hozirgacha o Turkiyada, İstanbul'da yer davrash to'xtab boqmadi. Hozirgacha davrab turyapti. Shu birinchi qitimliq yer davrashdan boshlab hozirgacha balki 200 dan ortiq yer davrab bo'lgan bo'lishi mumkin. Avcılar degan yerda, Beylikdüzü degan yerlarda jiq his qilibdi. Masalan 4 bal hozirning o'zidimi shunaqa his qilganlik ekan. Shundoq shu xotirlik shu sonliq ma'lumotlar bor ekan. Endi meni bak cho'chitayotgan narsa nima degan vaqtida nemishqa bu parangni bu suhbatni darhol ilib berishim kerak deb men jiddiy mas'uliyat his qildim degan vaqtida masalan ba'zan abay dedim cho'ng yer davrashdan burun kichikroq yer davrayotgan deb shu masalan 6.12 bal yer keyin davraydigan 7 bal yerninki kichikroqi bo'lishi mumkin yoki mushtaq o'tib ketishi mumkin. Lekin mayli Turkiya yer davrashni qilgan olimlar bo'lsin yoki mayli dunyoning har qaysi boshqa joylardagi yer davrashni qilgan olimlar bo'lsin, bularning hammasi o'xshash ko'z qarashda İstanbul'da cho'qqim cho'ng yer davraydi. 7 baldan yuqori yer davraydi. Biz shuni saqlab o'tadiq deb mushu qarashda. Shu bu qitim davriga yer 1766 yilda davrgan 3 oy o'tib yana qaytadan cho'ng yer davragandek ashtaq davrashmi yoki bo'lmasa mushtaq o'tib ketadigan yer davrashmi biz buni bilmaganligimiz uchun hech bo'lmasa shundaq bir ma'lumotninki borligini sizlarga shu yetkazib qo'ygim keldi. Yana bir muhim nuqtani desam, nemishqa Turkiyadagi yer davrgan Amerikaniki orbitadan ko'rdingiz deb so'rashinglar mumkin. Dunyodagi yer davrash asboblari normalda butun yer davrashni tadqiq qilgan odamlar normalda ularning sonliq ma'lumotlarini ko'ra olamiz. Shu kompyuterimizga tushirib ko'rib uni bir taraf qila olamiz. Shunlashqa u bir to'rlashib ketgan bir sistema. Masalan,
Andan keyin shu İstanbulda yetərib qalsa İstanbul xəttərlikmi deb savol so'rsak, yana birisiga İstanbul xəttərlik uchrab baqqanmi desak, xəttərlik uchrab baqqan masalanga sizlar mendan yaxshi bilasizlar Turkiyada yashayotganlar masalan 1999 yilda yetaverashdimi Sakarya tuzilib ketibdi ekan degan gaplar bor. Andan keyin bu daqiqimliq yetaverashda İstanbulda ko'p talafotga uchramaganligini hukumat shundoq xabar qilibdi. Buningki shu xabarga ishonamiz hamda agar hukumat shundoq xabar qilgan bo'lsa, ammo İstanbul men bir maqola o'qidim. İstanbulninki xatarga uchramasligiga nisbatan İstanbulning o'xshamagan mahallalarini, ularninki yer qatlamini, aşağıdagi binolarning qancha qavatli egiz binolarning borligini, qancha jiq binolarning borligini, u yerda maktablar bormi, yaslilar bormi, saqchixonalar bormi, andan keyin masjidlar bormi, endi uning yer osti qatlami qandoq, u yerdagi odamlarning iqtisodiy manbasi, iqtisodiy ahvoli qandoq, endi ularning oilada qanchalik jiq odam yashaydi degandek mushlarning hammani degandek birlashtirib tadqiq qilib oxirgi kelgan chog'da İstanbulning qaysi mahallalari yer davrashga eng chidamliq, qaysi mahallalari yer davrashga eng xatarlik deganni xulosalab chiqqan bir maqola o'qidim. Agar bu qiziq o'tsangiz mushu maqola o'qidim hozir uni ko'z beramayotganman. Shunga shu yerdan men sizlarga asosliq nimasini deb beray. Asosliq mazmunini deb beray. Buning asosliq mazmuni yer davrashninki uni deyishdan burun men deyotay, yer davrashning balsani qaragan chog'da yer davrashning energiyasi texmi cho'ng buzg'unchilikqa uchirdi ekan. Masalan 6.3 bal yer degan bu bal soniga qarab ham xatarlik emasligini ko'rgil olmaydi. Uning egizligi dedim, egizligi uningki energiyasini ko'rsatib turdi. Egizlik energiyasining bir qismi, uning uzunligimi shu energiyasini hisoblashda billa kirgitdi. Shu ikkisini teng hisoblagan vaqtimizda yer davrashning energiyasi qancha kuchli bo'lsa, binolarninki nim qilib ketishi, vayron bo'lib ketishi shuncha kuchli ekan. Ya'ni bal sonidan bakroq, masalan, bal soniga 50% munosabatli ekan, lekin energiyasiga 90% munosabatli ekan. Endi İstanbulninki qandaq joylarninki bu 2025-yildagi eng yangi tadqiqot ekan. 2-3 e'lon qilingan tadqiqot. Buningga qaraganda debdi 28 xil o'lchamni ishlatib İstanbulninki yer davrashga qarshi turish kuchini o'lchabdi. İstanbulda 16 million odam bor ekan. Mushninki natijasiga qaragan vaqtida İstanbulninki yer davrashga qarshi kuchi umuman 100 bir degan yoki 100% deganda deb qarasak, İstanbul 48% işte qarshi turish kuchi bor ekan. Ya'ni 50% ga yetmaydi ekan İstanbulning umumiy yer davrashga qarshiligi. Bu yilgi normal dairəyə kirdi ekan, bək tövəmə emas, bək yuqurma emas, normal dairəyə kirdi ekan. Yəni yer təvrəgən çağda qandaq qarşı turish, yer təvrəb bolğandan keyin ondan bu balay afətlərdən qandaq əslik geliş degəndək. İstanbuldakı qaysı mahallələr ən yer təvrəşkə ən çidamlıq mahallələr ekan degəndə Katalca yoki Çatalca, ondan keyin Adalar, ondan keyin Arnavutköy degan mushu 3 mahalla chidamliq yer davrashga eng chidamli yerlar ekan. Yer davrashga eng chidamsiz, eng tuvan darajasi Asanlar bilan Gungoran deydi. Mushlarningki eng tuvan ekan. Andan keyin cho'ng mahalladan kichikroq mahallaga o'tgan vaqtida Fatixdagi Sulaymaniya degan yerningki eng yuqori ekan, yer davrash chidamligi 59%. Andan keyin Fatixdagi
Masalan, shu vaqt tikishki ma'lini selishtirsak, Yavuz Sultan Salim degan ya'niki 22%, ya'ni onundan ilqi 3dan 1ga to'g'ri kelmaydi ekan. Endi bularni deyishninki sababi buni ilqi işte tadqiq qilishlarninki sababi shahar qurilishga anandekan shaharni kengaytishga yoki bo'lmasa har xil binolarni silishga degandek ash taraflarga hukumatga yoki boshqa shirkatlarga nimaga maslahat berishga davomli ishlatildi. Afsus, men bu nimani ko'rsalayman sizlarga deb qilmabdiman, lekin shu hozir bu yerda programma oxirlashgandan keyin men mushu tadqiqot maqolasiniki muhim rasmlarini sizlarga chaplab uyg'urcha tushuntirib qo'ydigan bir mazmunni tayyorlab Facebook'ga Abdurimjonga avatib bersam, shuni chiqarib qo'ysa, chunki buningda har qaysi mahalla, Istanbulning har qaysi mahallarini nihoyatda atrofliq tadqiq qilgan. Shunga asosan maya bakroq yer tarashga chidamliq yoki paloni mahalla chidamsiz deydigan shundoq natijalarni chiqargan. Bizga eng munosabatli men nima ish qilib yerda Uyg'urlarga xatar deb chiqardim degan vaqtida mush tadqiqotlarning natijasi ham bu daqiqatliq yer davrashniki yetib kelgan joylardan qaragan vaqtida mayli Beylik Tuz bo'lamdi yoki Asan yurt bo'lamdi yoki bo'lmasa Buyuk Chakmacha, Kichik Chakmacha, Zaytunburni degandek, Safaköy degandek, Zaytunburni, Safaköy degandek mush yerlar xatri eng yuqori yerlarning yuqori mahallaga to'g'ri keldi ekan. Bu yerda shu Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan joylar. Istanbulning o'zidami agar yashaydigan, mush yerda cho'qim yashayman deydigan bo'lib qolsak, agar amal qila olsak, Istanbulninki yer tarashga chidamliq yuqori joylardan hech bo'lmaganda oldimizdagi 10 yil hech bo'lmaganda boshqa narsaga faqat amal qilmay qolib qolsak, oldimizdagi 10 yilda Istanbulning teshig'i chiqib kelsak, bularmi g'arb tarafga mansoq, chunki yana butun Turkiyaninki yer davrash xaritasini ko'rdim. 100 yildan buyon yer davratgan xaritasini qarsam, sharq, anan degan janub, shimol mush taraflar eng jiqkan. Agar ko'rsak, g'arbga ko'rsak, ma tarafga ko'rsak, Istanbulning g'arbiga ko'chib kelsak, o'shalarda yer davrashninki xim xatri eng oz bo'ldi ekan. Agar Istanbulning sirtiroq chiqa olmayman desak, Istanbulning o'zining ichida yashaymiz desak, men maqolani sizlar bilan o'rtoqlashib qo'yay. Ammo men nihoyatda jiddiy yo'sinda tavsiya qilaman. Haqiqatan jiddiy yo'sinda tavsiya qilaman. Istanbulda cho'qim yer davraydi, 7 baldan ortiq yer davraydi. Bu qachon davraydi? Mush oldimizdagi 10 yilning ichida tavramdi yoki 5 yilning ichida tavramdi, 2 yilning ichida tavramdi yoki 2 oyning ichida tavramdi. Biz buni bilmaymiz shuni. Men bir so'zsangiz, unda bezibdiman. Shu hamda buningga qanday tayyorlik ko'ramiz degan vaqtida shu eng muhimi shu yer davrashga chidamsiz joylardan agar ko'chib keta olsak, yer davrashga bakroq chidamli yerlarga ko'chib ketaylik. Birinchi qila oladigan ishimiz. Andikan ikkinchi qila oladigan ishimiz, agar yer davrashga chidamsiz joylarda men bu yerda yashashga majbur deb qolgan bo'lsak, o'shaninki normalda yer davrga vaqtida masalan maktablari, yaslilari, doktorxonalari, hatto masjidlari, bularmi 1980 yildan keyin silingan ommaviy binolar, 1980 yildan keyin silingan ommaviy binolar yer davrga vaqtida shu joylarga to'plashib, shu yerlarda panohlik tilasak, o'zimizning uyda o'tirgandan bakroq bexatarlik darajasida ustunroq ekan. Buni nimaninki Turkiyaninki hukumati shunday tavsiya qilibdi. Endi garchi ochiqchilikda turimiz deb deydigan bo'lsakmi, tayyorgan qishda bo'lib qolishi mumkin, kunduzda bo'lib yozda bo'lib qolishi mumkin. Shu talada vaqt o'tkazishdan ko'ra shunday puxtaroq silingan maktablar normalda buni hukumatdan aşağıda tavsiya qildi, cho'qim shaharlarga kirib puxta silingan binolarga kirib shu yerlarda mudofialansak bo'ldi. Bu ikkinchisi. Endi uchinchi qila oladigan ishimiz
İstanbulda cho'qim yer davraydigan degan mushu o'yni cho'qim esimizda tutishimiz kerak. İstanbulda yer davraydigan darhol yer davrab qolsa, kechda odamlarning o'lib ketishi, ya kechda davraygan vaqtida odamlar anjiq o'lib ketadi ekan. Buni oddiy uqumga hamda shunday bo'lsa maqola e'lon qilibdi. Chunki kechada uxlayotgan bo'lgan ekan biz tayyorliqsiz bo'lamiz. Shuning bilan yer davrab binolar buzilib chulib ya bo'lmasa haqlar yugurib tushib bir-birini dastlab degandek mushta vaqtida shu kechda xatarlik bo'ldi ekan. Bu xatarni hamda biz kechda uxlamay aziltamaymiz, lekin xatarni aziltish uchun masalan İstanbulda yashaydigan har qanday bir odam, Uyg'ur bir 2 so'mka tayyorlab qo'yinglar. Cho'qim 2 so'mka tayyorlab qo'yinglar. Bir so'mkada shu yer tavragan aman shuni ko'tarib tushalaydigan kiyim-kechaklar, masalan, qishliq yozliq kiyim-kechaklar ancha-muncha balalarning kiyim-kechaklari. Yana bir so'mkada cho'qim normal mundaq bir yerlar yaralansa ishiltadigan dorilar yoki bo'lmasa plastrlar degandek işte kundalik turmushda ishiltiladigan shu sayya buyumlari. Andan keyin mundaq ichiblam yegili bo'ladigan narsalar, masalan, shokolad damdoq yoki bo'lmasa aqsilliq narsalar damdoq yoki bo'lmasa bizda quruq yal yemish damdoq. Ashundaq andan keyin bir necha botilka suv uzadi. İşte 2 so'mkanglar zadi tusun. Mesela şunu kötürüp ektalayın aşı yer devri degan vaqtda shu balalarni ko'targach 2 so'mkani ko'tarib tushib yani onun da o'zanlarning yana muhim shaxsiy masalan pasport, kimlik degan narsalar buningda bo'ldi-ku hamda. Hatto telefonga to'qachlaydigan narsalar degandek mush narsalarni shu so'mkaga silib tayyorlab qo'ysanglar, bu so'mka sizlarning xuddi chichotka kunda bo'lgandek mush 2 so'mka shu uyda cho'qim bo'lsin. Shu yer davrgan vaqtida darhol uni iliblam mansaq qusqimiz och qoladigan bir 2 kun masalan sirtqa qolib qolgan bo'lsak yoki ocharchilik yuz beradigan bo'lsa yoki suv topolmaydigan bo'lib qolsak yoki to'ngab ketgan bo'lib qolsak yoki og'rib qolsak, bolalar og'rib qolsa degandek mushunga tayyorlik ko'ra oladigan narsalar. Ondan 4-inchisi eng yana bir cho'ng tavsiyam o'tinib qolay İstanbuldagi Uyg'urlar, Turkiyadagi Uyg'urlar, o'zinglarni, bolalaringlarni Turkiyaninki hukumat organlari o'rinlashtirgan, hukumatsiz organlar o'rinlashtirgan yer tavrashga qanday tayyorlik ko'rman deydigan programmalari bor ekan. Bundaq ishxonalari bor ekan, shundaq joylar bor ekan. Shu yerga berib, yer tavrgan vaqtida ustalning ostiga kirib olamdimi yoki o'burnining bulungiga kirib olamdimi yoki bo'lmasa binoning o'g'isiga chiqib olamdimi degandek mushtaq narsalarni nihoyat amaliy oddiy sizlarga o'rgatadi ekan. Hech qanday narsani bilmaydigan kalvadek jumay o'tinib qolay. Sizlar cho'qim yer davraydigan yerda yashayotgan bo'lgandan keyin ashundaq yerlarga bir haftaning oxiri vaqt chiqarib 4 soat o'zinglar, bolalaringlar billa bir ikki qitim bo'lsa shuni manevr qilib, bir ikki qitim bo'lsa shuni ko'rib, bir ikki qitim bo'lsa shuni o'rganib kelinglar. Agar shunaqa sharoitinglar bo'lsa, cho'qim shuning o'ziga berib shuni qilib kelinglar. Agar uningga mening sharoitim yo'q desanglar, hech bo'lmasa buningga bolalarga shu hozir siz ko'rsatib qo'ygan bu torbat olinishda bolalarga qarta yer davrga vaqtida nimalarni qilish kerak degan nimalar bor. Shu narsalarni qo'yib qo'ydim, ammo inglizcha unda kichik bolalarni o'ynatib, tordek o'yinlarni o'ynatib, yer davrganda nima ish qilamiz degan narsalarni o'rgatgili bo'ldi ekan. Agar faqat bo'lmagan vaqtida turkcha shundaq manbalarni tepib, bolalaringlarga o'yin o'ynatib yoki video ko'rsatib yoki kino ko'rsatib bir narsalarni qilib, o'zinglarni ham bolalarni o'sha yer davrashga tayyorlik ko'rdiganga bir amal qilib qo'ysanglar deb mushlarni tavsiya qilaman. Ammo İstanbulda yashash xatarlikmi degan abaya asosan deb bo'ldim, ma grafik shu yer davrashning energiyasi bilan binolarning o'rilib ketish yoki buzilib ketish xavfininki munosabatini ko'rsatib bergan grafik. Bu yerda abay qilman so'zlik. Ammo u hamda Turkiyaning hamma yerida yer davraydi dedim-ku abaya. Ammo o'sha Turkiyada 1900-yildan boshlab 2012 yilga o'tgan 112 yil ichidagi Turkiyada tavragan yerlarni mushunday statistik qildi. Abay deganimdek mana Turkiyaning hamma yerlaridagidek yer davraydi ekan. Agar qarab nada oz davrabdi o'tgan 100 yilda deydigan bo'lsanglar, shu nimadan
xaritadan qarab bardigan yoki turadigan yeringlarni shundan qarab hal qilsanglarmi bo'ldi yoki bo'lmasa faqat yer taraf g'arb taraflarga ketsanglarmi bo'ldi degandek shu ma'lumotlar hozir man shunchalik ma'lumotlarni muhim deb sizlarga yetkazishni nima ko'rdim o'zimga shuni mas'uliyat majburiyat deb shuni ko'rgan bo'lg'achqa shu jiddiy yo'sinda o'zim aytganda sakrab qopib o'tirimjanni avar qilib shu programmani qilaylik dedi hozir mening sizlarga aytadigan ma'lumotlarim nishada tugadi rahmat rahmat Fatima Sayya xonim degan alohida vaqtingizni chiqarib bu yer tevrash haqida yaxshi deb sizlar bir uchurlarni berdingiz yer tevrash haqida biz endi har xil yangi narsalarni anglaymiz diniy nuqtadan tushuntirdilar va Allah'ın g'azabi degandek ham siz bu ilm sohasiniki bir mush soat o'qigan ham bu soat uzuncha xizmat qilgan tadqiqot deb bo'lgan maqola yozgan bir ilm ahli sifatingizdan bu yaxshi ya'niki yer qurilmalarniki o'zgarishi shu yer joylashgan rayonlar ko'plab yer tevrash bo'lganligini yaxshi tushuntirib berdingiz men bir qarindoshimiz bir savol so'rabdi assalomu alaykum sunniy usul orqali ba'zi kuchlar yer tevritilamdi agar tevritilalsa qanchalik kuchli tevritilaydi debdi sunniy usul bilan yer tevritish shu bu neft bilan gaz topadiganlarninki asosli usulining birisi geofiziklik usulining birisi uningda biz his qilgandek o kadar kuchli yer tevritmaydi uni normalda ya'ni bundoq metr tevritib bundoq metrlatib shuning energiyasiniki yerning ostida qandaq harakat qilayotganligini shuna sonliq ma'lumotni to'playdi shunga normalda bu qancha kuchli tevritish shu yerning qancha kilometrini ko'rgin bor masalan 40 kilometr cho'nqurlikni ko'rganingiz bo'lsa yer bakroq kuchli tevritishingiz kerak 5 kilometrni ko'rganingiz bo'lsa ozroq tevratsangiz bo'ldi degandek shundoq sun'iy yer tevritadigan ishlar u ko'p tarqalgan keng tarqalgan bular neft bilan gaz topadiganda hozir hamda mineral topadigan nimadir sanoatda shuni ishlatyotidi uningdiki bir qabul qilingan normal bir geofizikalik usul ammo bundaq sun'iy usul orqali yer tevritish xalqninki hayotiga ta'sir qiladigan undaq ishlar yo'q lekin yerniki o'zining tabiiy harakatidan emas ammo masalan jiq qurilishlarni silib yoki bo'lmasa masalan Tibetda 2008 yili cho'ng yer tevirgan insonlarda bo'lsa 3 oyda tevirdimiki shunchalik esimda bor shu 2008 yilgi yer tevrashni men chet eldagi olimlarning ko'pinchisi bu Tibetniki tabiiy yer harakati bilan munosabatsiz balki uning atrofida nurg'un ichilgan suv inshoot qurilishlari bor ekan shular shu nimaniki Tibetniki nimasiga ta'sir qilgan ya'ni jiq ashtaxiyalarni ochgan bo'lg'achqa uning harakati bevosita ana degan cho'ng yer tevrash bo'lib ifodalangan deb shundoq gaplar bor ya'ni nurg'un sanoat yoki cho'ng tipliq undaq turlar yana yerniki postliqiniki harakatiga yana ta'sir ko'rsatadi hatto shundoq bo'ldi binolar bakchiq silinib ketgan bo'lsa agar uni yerning osti bak mundaq chin qattiq yer bo'lmasa normalda yer tevrigan vaqtida yumshoq yerda nima kuchayib ketadichu yumshoq yerda uzun mengib ketadi yumshoq yerda masalan bir to'pni tomga ossak tomdan ichti qaytib keldi-ku chunki tom qattiq lekin to'pni gilamlik yerga ossak osti qaytib keldi-ku chunki gilam uning energiyasini sumirib oladi shunga o'xshash yerning turayotgan binoning osti masalan yumshoq qatlamli yer bo'lsa yer nimaniki yer tevrashning energiyasini sumirib olib uzungacha qo'yib bermaydi shunga uni qo'yib berish jarayonida u kuchayib ketadi shuning bilan yer tevrashmi shunday degan sun'iy yer tevrash deganga o'xshatsak yerning o'zimi kelayotgan aslidagi yer tevrashni yana sun'iy yo'lni kuchaytiradi rahmat o'sha sun'iy yer tevratish kelgan vaqtda masalan Gollandiyaningki Groningen deb o'lkasi borchu
u yerda neft bor hamda ko'pincha shu yerlarda sun'iy yer tevorida shu pat xabarda ko'ramiz goy 3 bal goy 3,5 bal yer tevorida deb o'sha neft borg'ulash neft qazish orqali ashta bir teorish nimalar bor ekanda ma qarindishimiz savoldan shu narsa esim kelib qoldi ana mushdan yani yandash bir o'zimizning vatanga sharq turkistonda diqqatimizni tasaq sharq turkistonda bu yer tevorayotganini ko'ryapmiz bu işte oldin qilishma bizning 3-4 balni markaz qo'yadi 7-10 bal yer tevorada dedi nurg'un yer xotirlarda kucholada degandek yani bu yer qatlami hamda suyuqlik gaz qattiq modda shunidan tarkibda qolmagandan keyin bu yer osti boyliqlari bu hamda shu yer osti kezilgan boyliqlarni qizish uchun qayerda gaz va qayerda neft va qayerda boshqa tabiiy qattiq moddasi oltin kömür deganlikda nimalar bor deb mushta pishgan xitoy yo'tib küçük bir yer tevrashni paydo qilgan gapda yer qatlamidagi ovozning tarqalishi gazda qattiq moddada suyuqlikda tarqalish o'xshash bo'lmaydida shunga qaragan ashar bularga yer tevrashlarimiz tabiiy yer tevrashlarmidi yo bu xitoy yo'tib qizil boyliqlarni qizish uchun qanday keltirib chiqqan sun'iy yer tevrash nimalar bo'ladi sizga 7,15 bal ya'ni normalda undaq sun'iy yer tevrash agar sun'iy yer tevrashni masalan siz hozir degandek neft gaz anandagi mineralni qizish deganga uningga bog'lasak u 7,12 bal yer tevratamaydi 7,12 bal yer qandaq tevraydi degan vaqtida agar sun'iy jihatdan tevraydigan bo'lib qolsa masalan atom bombasi qo'yib bersangiz uning energiya dedik-ku energiya tevratadi ya'ni ya ichidan chiqqan energiya yoki teshi ustidagi energiya shundan tevraydi masalan nemishqa butun dunyoning hamma yerlarida bular Amerika boshchilik qilib butun dunyoning hamma yerlarida yer tevrash asboblarini o'rnatayotgan hukumatlar desangiz shu yer tevrashni tadqiq qiladigan ilmning eng cho'ng dadisi shu nima 60-yillarda mushtaq nuklear atom bombalarini sinab qilayotgan shu harakatlarni tabiiy tevrashdan ayirishni bilish uchun chunki u yerda shuni ham yo'q ko'rolmaysiz shuni ham bo'lsimi ba'zi yerlarni itibdi ko'rolmas qilib qo'ya oladi shunga yer tevrash shu vaqtdagi taraqqiy qilgan ilm shuningki sababidan bakchiq taraqqiy qilib ketgan yer tevrash ilmi bu zodi atom bombasi qo'yib berib tevrigan yermi yoki bo'lmasa tabiiy tevrigan yermi deb shunga asosan masalan Rossiyada ya'ni burungi Sovet ittifoqida bularni Sovet ittifoqida u chog'da texmo Amerika bevositachilar qaratgan siyosatni shu vaqtlardagi masalan ba'zan xato ma'lumotlar bo'lgan masalan yer tevrashninki energiyasiniki o'xshamaydigan xususiyatlarga asosan mavu tabiiy yer tevrash mavu sun'iy yer tevrash deb qarab shu Rossiyan Sovet ittifoqininki asli tabiiy bir yer tevrashni bu sun'iy atom bombasining yer tevrashi deb bir parokandachilikka tushgan ashtaq rost ishlarmi bo'lgan endi hozir shunday bo'lgan vaqtda endi shu sun'iy yer tevrashlarniki siz buni jiqtat qon bo'lsa ham yuqori yer tevrashda qancha bal atrofda yer tevrashlaydi uningga hozir men muncha bal deb deyolmaydi ekanman chunki u qayta desam kim nima ish qilyotidi ana degan yer qatlami qanday u qilayotgan ya'niki anandikin nima izlayotidi degandek normalda mineral izlaydigan yerlarda ko'pincha undaq sun'iy yer tevrash ishlatmaymiz passiv yer tevrash deymiz shu yerning tabiiy tevrashini masalan mening qiladigan ishim xizmatim shu yerning tabiiy tevrashdan to'plagan sonliq ma'lumotlarga qarab biz nima topamiz mineral topamiz oltin kumush mis degandek ammo sun'iy yer tevrashda normalda u baklam qimmat u necha million ketadi uning sonliq ma'lumotini to'plash qilam ham normalda hukumatlarning unga bo'lgan nimasi cheklamasi jiq yana bir tarafdan u faqat sonliq ma'lumotlarni to'plagan bilan emas quduq qazgan vaqtidami chunki uning jiq quduq qazish kerak quduq qazgan vaqtidami uni yani tavritidi ya'ni u harakat energiya bo'lgandan keyin ammo uning qancha balliqi shu yaninki shu geologiyalik tuzilmasi bilan ana degan shularninki qancha kilometr cho'nqurlikdagi boyliqni izlayotgani bilan degandek mushlar bilan munosabatli holda anaki ular shunga asosan
parametrlarini tanışaydı. Bununki balkim siz degandek 3.5 bal bo'lishi mumkin. 3.5 bal degan yer davrisini qum cho'llikda davrgan 3.5 bal bilan shaharda davrgan 3.5 balninki nimasi o'xshamaydi. Chunki shaharda odam jiq, xatar ko'p. Qumliq cho'llarda 7 bal davramdi. Onun bilan kimning kari? Chunki u kimning kari deganimda odamlar olib keladigan ziyon foyda bilan ölçsek, shuni qarsak bo'ladi. Endi albatta sizdan oldin bir yerda uzatma shu 1960 taraflarda yadro qurollarining adinja taraqqiy qilishi, shu bombalarni partib sinov qilish nimalarida, masalan bizning vatanda 1964 qatim Xitoy hukumati shu Korlar rayonida atom sinov qildi hamda keyinsi Arab tarafının kuchli qarshi chiqishidan hamda bu tuproqning ustida sinov qilishdan tuproqning ostida qarab sinov qilishni nima qildida. Endi hozir bizning vatanda ko'ryapmiz pat-patli yataveradi-da. Yer davrashlar endi atom sinov qilayotganmidi yo Xitoylar bilmasdan. Uni agar uninki ehtimolligi nayt yuqori bo'lib siz degandek ustida sinov qilishdan ostiga sinov qilishga o'tgandan keyin 90 o'tdimi yoki shuni ish qilib ash atrofda o'tdi. Shu o'tgandan keyin hozir yerning ostida bo'lgandan keyin u yerni texmo bevosita ostidan biz yerning ostiga 800 kilometr yerdan kelayotgan yerning uzilishini biz to'ya oladigan bo'lsak yerning ustida yerning ostida bo'lsa 5 kilometr 6 kilometr cho'nqurlikka kirib ketolmaydi ular naytik bo'lsa ya jiq qo'llayolsa 1 kilometr qo'llaydi. U yerda qilgan bilan yana o'xshash u energiya yana o'xshash yer davrash bilan yetib keldi. Cho'ng energiya, zo'r energiya uning ustiga nayt tez yerda qo'yib qilayotgan ish bo'lgan ekan u degani yana zo'r energiya ashtaq nim bilan yer davrash bilan ifodalandi. Uning ustiga undan boshqa yana to'pi yog'adigan ishlarni jiq bizda. To'pi yog'adigan ishlarni shu to'pi nimishqa yog'adi, to'pi qo'zg'ilib ketgandan keyin chiqib ketgandan keyin to'piga chiqib ketgandan keyin pastga yinib tushish kerak u ig'irlik kuchining ta'siridan. Shuning bilan to'pi yog'adi. Shuningga tabiiy davrashmi yoki undaq atom bombalarining sinovlardan kelayotgan yer davrashlarmi deganda buningga yana ayrim suhbat elib borsak bo'ldi, lekin buni o'xshamaydigan yana boshqa taraflardan qarasaqmi uningga yana bilgi bo'ldi. Bu vaqtda ayrim bir dem qo'yamiz degandek. Yana bir qarindishimiz bir savol so'rabdi. Tarim Uyg'ur deydi. Qur'on Karimda tog'larning yerning tavrishining oldini olgan xususiyat ega qilib yaratganligini bayon qilgan ekan. Buni ilm bilan qanday qaraydi deydi. Masalan, Qur'on Karimda biz tog'larni yerga qo'ziq qildik deb yerni tavrab ketmas uchun deb oyatlar bor emasmi? Endi mo'shningga ilm bilan qanday qaraydi deydi. Buningga ilm bilan yana geologiya yoki geofizika masalan abayt dedik. Yerning bir-biriga undaq uchrashgan yerdan tog' hosil bo'ldi dedik. Uchrashgan yermi uchrashgan yerdami yer davrash hosil bo'ldi, ajralgan yerdami uzilgan yerdami yer davrash hosil bo'ldi, bir-biridan mundaq o'tishib ketayotgan yerdami yer davrash hosil. Chunki o'ylab yiqin ikki mashina bir-biriga yuqori sur'atda surkilishib o'tib ketsa, ikki mashina o'rilib ketishga oz qoladi. Hatto so'qilib ketmagan taqdirda. Energiya oyadilqi, energiya. Shu bu yerda ikki masalan Himalaya tog'i u davomli hozirmi ko'tarilib turadi. U yerda yer tavirmamdi, u yer tavraydi. Chunki bu yerda ikki narsa uchrashsa, ajrashsa, o'tishib ketsa, bu yerda cho'qim energiyani almashishi bo'ladi. Lekin bu yerda tog'larni qo'ziq qildik degan vaqtida siz tog'larga qarasangiz, biz ko'ra oladigan tog'ninki biz ko'radigan qism bilan tog'ninki yildizi normalda hozir esimda qolmabdi, necha masalan az deganda 3 hassa cho'nqur yildizi bor deb o'ylasangiz bo'ldi. Ko'rinib turgan yuzidan nima masalan 800 metrlik tog'ninki ostidagi yildizi 2400 metr yoki 2,5 kilometr. Xuddi bino asasangiz, siz binoni ko'rgan bilan uning ostida uli bor-ku, u avval ulini qancha egiz bino bo'lgansa, uning ulini shuncha cho'nqur qilmasa bo'lmaydi. Shuna o'xshash tog'mi shu tog'lar paydo bo'lgan yerdami uninki ostininki yildizi texmi cho'nqur. Bu yildizi cho'nqur degan vaqtida tog' bo'lgandan keyin tog' degan qattiq jism, abay degandek qumsongu yumshoq jism emas.
tağınınki qattiq bo'lgan ekan, yiltizi chunqur ching bo'lgan ekan, u ya yana tavrab ketishga, garchi u harakatlanib tursinmi, lekin uzilgan yerlarga qaraganda nima nimasi az bo'ldi, tavrishi az bo'ldi. Endi yana bir tarafdan bu u yerlar bundoq aktiv vulqonliq vulqon portlab turadigan joylar emas. Shunga vulqon portlab turadigan joylarda yer tavrish texmi jo'qib turdi. Yer tavrigandan keyin nurg'un narsalar shuningdan chiqadi. Mayli yer tavrisin, anandagi issiqlik energiyasi tarqalsin degandek ishlar bo'lgandan keyin ma joylarda yer sharininki ichki qismining temperaturasi tuvaraq bo'ldi. Shunga anda xim xatarlarninki, ya'ni yer tavrashni oldin oldiganda balkim u tafsir bo'lishi mumkin. Asli so'zni men bilmayman arabcha. Lekin u yer tavrashni yer tavrimaydi degan gap emas. U yerda boshqa yerlarga qaragan chog'da azroq ifodalanadi. Uning ustiga qattiq jismda dedik, yerning energiyasi tez tarqab ketadi. Yer tavrashining energiyasi tez tarqab ketadi. Uzun saqlanib qolmaydi. Rahmat. Bugungi suhbat programmasi yaxshi bir suhbat programmasi bo'ldi. Bu yerda yana bir nima borda, yer tavrigandan keyin o'sha to'rtmani ko'rdimda, hamda Google'ningmi qaysidan birisidan bir nimasi bor ekan. Yer tavrashni oldin sizish bir appdamdi va shu yer tavrashni 30 sekund burun sizib insonlarga shu uchurni berdi ekan. Bu uchurlarmi eng tez bo'lganda 30 sekund, bo'lmasa 15 sekund atrofida yetkazish nimasi deb mushtaq xabarlar taqib belgisini ko'rgansiz. Shunda bo'lganda hozir yer tavrash oldin sizish nimasiniki bayqash nimasi 30 sekund burun bayqay oladi degan gapmi shu hamda? Aşan to'g'ri darajasi qanchalik? O normalda 1 minutdan ba'zilar 2 minutmi deydi, lekin 30 sekund shu bir yaxshi narsa, yaxshi bir son. Bu abaylik tayyorlik qilish deganda ashni unutib qolibdimi? Turkiyadami ashdaq applar bor. Turkiyadami ashundaq hukumatninki yer tavrashni qarshi turadigan organlarga kirsak, yana mencha cho'qim shundaq nimalar bor. Ya ilxatga imzo a'zo bo'lib qo'yadigan yoki bo'lmasa ashdan appni tushiradigan. Yana Avstraliyada bir ish bor. Bolalar yo'qolib ketsa, Avstraliyaga butun hamma odamning telefoniga uchur keldi. Ruby alert deb. Shuningga o'xshaydigan ashundaq sistema Turkiyadami bo'lishi mumkin. Ya'ni shu butun odamga bo'lmasa-mu, lekin shuni o'rnini topa olsak, ashunga a'zo bo'lib qolsak, bizga telefonimizga appni tushirmasakmi, masalan, shu telefonga kelib, uchur kelib, yer tavraydi deb boshqalardan tez bo'lgancha, uning ustiga vaqtda ovoz chiqarib keldi. Masalan, Avstraliyada kelsa, u normal kelmaydi. Telefoningizning ovozi boshqa chiqib keldi. Demakchi o'g'lim ashtar applar bor. Turkiyada cho'qim bor. Oldin qitimi bir azroq material ko'rgan vaqtimda bir tadqiqotchi shundaq degan temishda o'zim yasab chiqqan bir app bor. Ash appdan nima tushirib qarsanglar bo'ldi. Hozir uni qayta ko'mabdiman, lekin izlab baqsanglar ashtaq app cho'qim bor, ham u foydali ish bo'lmasa 15 sekund, 30 sekund burun bilib olsak, yer tavraydiganligini, yer tavrab odamlar tushgandan burun masalanga yoki o'zimizga bo'ldiroq tayyorlik qila olamiz. 30 sekundmi amaliyot xavf xatar ichida 30 sekund degan bir jonni qutqara oladigan vaqt u. Shundoq. Ana bu yer tavrashni oldin siznimsiz kelganda bizning Uyg'urlardan rahmatlik izchima akimiz, yana Abdulhaq ya mustaqillik ya o'lim degan kitob yozgan odam akimiz bilan men yaxshi paranglashadi, undan fikrlashdi, akimiz bilan hayot vaqtida jiqaloqlarni qilatdim. Bu akimizniki qo'lida bir texnika bor ekanda, o'zi ximiya fanlarida hali bir mutaxassis darajada o'qigan o'zim vatanda shu oliy maktabda ximiya o'qitishda ishlab, keyin Turkiyaga chiqqan, Istanbulda bir shu suv analiz qiladigan bir tajribaxona ishlab ekanda. Bu odamning shu deb bir ishchi, buni hali ancha qadam anglagan bo'lishi mumkin.
Aşı yer tevrəşdən burun bütün sularınki bular bulaq suyunun tərkibidəki kalsi ionunki nimsə tuyuqs özgürüş oldu ekançı bununda. Bu adam bir yer tevrəb İstanbul bilan bo'lib ketganki bütün aş nimalarni aşağılık suvni analiz qilib sevishtirib chiqdim deydi. Hamma sevishtirib chiqsam faqat aşında kalsi ionunkilarki aşı ro'shan darajada o'zgarish bo'lganligini bayqadim deydi. Muşdan tutup durup anaken bir gün aşında tecrübe işleyavsam tuyuqsa şu sonunki terkibidagi kalsiy ion o'zgarish bo'lganligini nim qilib men chuqur yer tevraydiga İstanbulda diqqat qilinglar deb bir necha Uyg'urlarga telefon qildim deydi. Hatto turklarga telefon qildim deydi. Qilsam bular ishonmadi sen qanda bilsa u bu deb. Degandek o kuni yer tevrabdi İstanbulda. Yer tevragandan keyin bu turklar buni o'g'ni hurmat qilibdi-da. Biz o'zimizdan deb bergan nimalari. Hem bu adam şunu bir tadqiq qildi desa nimaga aloqa bunun mablag' soldiganlar jiq nima qilmab qolibdi. Hem o'zining endi nima bo'lmagandan keyin keyingi kunlarda men Gollandiyada men shu tajribaga oid shu analiz ximiya o'qigan vaqtimda bu akamiz menga degan ukam siz o'qishingizni tashlab keling deganda menga biz bu yerda birsiga Yaponiyaga boraylik. Yaponiyada toliya tevraydigan biz aşağı kirib quduq qazib, shu quduqning suyining tarkibidagi biz kalsiy ionni izchil bir tadqiq qilib binatishil deb ya bo'lmasa o'sha yer davraydigan İstanbulning ash nimalarga shu quduq qazib qilaylik deb. Lekin buni xil mablag' ketar ekanda, nari vaqtda bizning mablag'imiz bo'lsin, bu ham yangi kelib endi o'qib janni aram deb qo'yotgan mezgillarimiz. Anakan mushi bir deb qildi, bir necha odamlarga deb menda azroq iqtisodiy olsak, hech kim nima qilmaganda demakchi men mushunda qilib tavakkulchilik ro'yiga mushta akallarimizga asli mablag' soldigan bizning Uyg'urlardan odam yo'q. Osh vaqtida turklardanmi ba'zilar odamni qadriga yetganlar ekan, qadriga yetmaganlar bor ekanda hamda. Degan mush ishlar shu akamiz eslab qoldi. Masalan, mush programmani ko'rgan ba'zi Uyg'urlar shu ishni bildiganlar bor. Ismini demasam-mi, hali shu mezgildagi men bilatdim. U akamizniki o'lab ketganini bilmaydi ekanman, lekin u akamiz menga Facebookda xat yozib, o'zining mushtaq bir tadqiqoti borligini, mushtaq buni geoximiya deymiz. Endi men sizlarga so'zlab berganim geofizika, bu geoximiya. Uningki mushtaq bir tadqiqotning borligini deganda men azroq maslahatlarni bergandim. Masalan, agar uni ko'zatgan bo'lsa, maqol qilib e'lon qilsa bo'ladi, chataq yo'q. Ammo lekin uningga siz degandek turklarga yordam bermaydi, Uyg'urlarga yordam bermaydi desa, ma bu ilmiy olmaydi. Agar bir turni ishlamoqchi bo'lsangiz, masalan, men bizning doktorlik turimizni nayt muhim turlar bo'lib ketgan taqdirdami, butun dunyoni o'zgartirgan tur bo'lib ketgan taqdirdami, uni cho'qim biz pulni o'zimiz topamiz. Uni normalda masalan Amerikada o'qiyotgan vaqtimda Amerikaningki tabiiy fanlar fondi deydigan bir fondi bor, hukumatning fondi. Shu tabiiy fanlar fondiga siz o'zingizningki tadqiqotingizga asosan 15 varaqdek normalda proposal yozib, shuningda butun narsani tushuntirib, nima uchun bu tadqiqotning nimaga muhim bo'lib qolganligini anadiki sizning asboblaringiz bormi, odamlaringiz hamma narsani yozib chiqqandan keyin anadiki uni iltimos qilsangiz, normalda undaq joylar hukumatning o'rinlari bo'ladi. Agar shaxsiy o'rinlar bo'lib qolsa, ma bu nima bilan saviyalab munosabatli joylar shaxsiy o'rinlar chiq, masalan, rakni davolaydigan degandakchi, chunki odamlar o'zlaridan bevosita munosabatli kishilarga bevosita mablag' sola oladi. Ammo mandaq tabiiy fan, mandaq yer tevrash, davlatninki nimalari bilan strategiyasi bilan davlatning siyosati bilan munosabatlik bundaq ishlarga normalda u shaxslar uning mablag' solmaydi, ham uning mablag' solishdanmi bundaq savdo jihatdan o'ziga foyda solmasa, uningki cho'ng ishi yo'q. Shunlashqa yer tevrashni kuzatadigan o'rinlarning hammasi asosan hammasi degidek hammasi nimalar yoki hukumatning o'rinlari yoki bo'lmasa oliy maktablar o'rnatgan yer tevrashni kuzatish asboblari yoki bo'lmasa shirkatlarningki qisqa muddatda o'rnatgan ashtaq asboblari shularning hammasi shunga kirdi. Shu u rahmatli akamizmi bu nayt yaxshi kalsiy agar kalsiy ioni chuqurlab ketgan bo'lsa, bu geoximiya jihatdan bu nayt shuni kuzatgan bo'lsa, bu yaxshi kuzatilish bu. Bular jiq narsalarni kuzatib, shu buloqning suyini qilgan bo'lsa, u yaxshi kuzatish. Uning ustiga uni agar ashtaq bir usul qilib kengaytmoqchi bo'lsa, shu ya universitetlar bilan birlikda qilishga to'g'ri keldi. Normalda universitetlar bilan birlik qilsangiz eng yaxshi universitetda geoximiya korpular bilan analikin ularningki mushinga nisbatan ularni tushuntira olsangiz, boshqa o'zingizning narslaringizni, natijalaringizni ko'rsata olsangiz, u bir yaxshi tadqiqot turi bo'lib
hisoblanadi. Lekin uningga Uyg'urlardan ranjishninki yoki turklardan ranjishninki uning mablag' sololmadik yoki uni qilolmadik. U chunki malaqamda deyish u ilmiy emas. Belki şunda yollarını mesela ben bilmeyim de avanımızınkine. Adır sizde anladım mesela. Aynı yardım kulağı yerdi sizde de geldi. Tetkikat benim için biraz yazıp iltimas kıldık. Mesela o Ahmet kakımızga men muşlarni dep bergen şu vaqtda. Yani aşında şu mezgil xil ne bu aklımızda kulu xil teknikli vardı. Mesela deniz suyunki mesela şu Türkiye'den bir yerde tecrübexana kursak, tecrübexana kuruş nurgun meblağ gidi de bilisiz hem de o tecrübexandan en ilgari melot ketkendik. Ay köp kap kalsa ama deniz suyudan biz şu muşoluk hidrogen nimisini jigip aştan terkibideki şu ığır nimelerni elip ığır hidrogen deymiz go, hidrogen nimedir. Aştan qilsak jiqnim qilib oldu, hatta jiq qilalavatib qilib hemmesi meblağ bu planda bu hem tadqiqat planı emas. Buni siz startup deymiz. Yeni qurilgan yuqori texnikalik shirkatda agar shu planingizda agar shu texnikani o'zingiz mustaqil tadqiq qilib hech bo'lmasa bir qatim ajratib chiqargan bo'lsangiz shuni qila olaman degan bo'lsangiz buningda kapitalistik jamiyatda kapitalistlardan pul so'raysiz. Bankadan pul so'ramaysiz, banka sizdan o'sim oladi, qaytarishingizga to'g'ri keladi. Buningga shu mablag' soladigan venture capitalistlardan ondan so'raysiz. Buning yo'li boshqa bo'ladi, chunki buningda suv ishlab chiqaradigan narsa, buningda pul topqiladi. Shunga u pul topadigan narsaga kapitalistlar qiziqadi. U yer tavrashni qiladigan narsalarga u kapitalistlar qiziqmaydi. Nima kari ularning yer tavramda, tavramamda. Yoki bo'lmasa agar faqat diqqat qilsa, masalan, bu yerga uy solsam bo'lamdi, bo'lmamdi degandek narsalarni qilishi mumkin. Lekin uningga u uy solsam bo'lamdi, bo'lmamdi bu yerni o'lchab biringlaydiganga nurg'unlagan geotechnical deymiz. Geotexnikalik shirkatlar uningga bahchiq u geotexnikalik shirkatlarning ashta geotexnikalik amallar bilan allaqachon u bozor egallanib bo'lgan bozor. Şun onda bir pul halqınmaq oson emas o'xshaydi. Siz aklınızda dep ekansiz. Jiq iznib baqqanda memlem jiq to'g'risida fikrlashyapti, lekin yo'lni qilolmay. Rahmat tinchlik tilab Allah yatqarin jannat qilsin. Haqiqatan bilim va iznishchan ruhiy kuch kirakimizda şu işten esnaf qildi. Rahmat Fatima Sayya xonim, ems abiyatin Fatima Sayya xonim degandek biz deyishdik bir app bor ekan. Degan bu Facebookda Uyg'urcha taqaldi buni kitobda ismi qolmay qolibdi. Bo'z ochdi, nash appni tushiraling telefoningizga. Tushirib olsanglar unda bir tuyuqsiz yana yer tavrab qolib qolsa 30 sekund burun uchirib ketadi ekanda. 30 sekund ichida shu bo'lmasa bir bexatar yerga o'sma bir damalliq bir kelib chiqadigan kelishmasini oldina qilindi. Sabab qilsang suv to'xtaydi degandek. Ko'pdan ko'p rahmat Fatima Sayya xonim degan. Rahmat sizga. Men yana bir gap deysam, agar xohlasanglar mushu hafta oxirida shanba do'stlaringlar bilan yig'lamsak, Uyg'ur tashkilotlari yig'amdi ish qilib mushu hafta oxirining o'zida sizlar yer davraydigan, yer davrashgan taqobil turadigan o'rinlarni Istanbuldagi Uyg'urlar bir ko'rib chiqsanglar, bir bilib chiqsanglar, sizlar odamga xatar kelgan vaqtida eng kallas o'tkirlashib ketadigan vaqt bo'ladi. Bir bo'lsa berib shu yerlarga berib bir ko'rsanglar, bir 10-20 odam yig'ilishib bir Uyg'urningki mundaq bilimlik bir odam ekanligini o'zinglarningki mush bir kichik bir faoliyatinglar orqali bo'lsa bir o'zinglarga bildirsanglar, ballaringlar bilsa shuni jiddiy qarsanglar demoqchiman. Rahmat Allah ajringizni bersin degan tuyuqsiz bu programmani qilib bir millatimga bu yer davrashning prinsiplarini qanday bir ahvol ekanligini tushuntirgach, yer davrashning qanday qiymətlərini olmalı, mesela xalqını bir vaqtda bir savatlı qılay deb vaqtınızı, qimmatli vaqtınızı çıxardınız, köpdən köp rəhmət etmə. Yəni yeni proqramlar qapqas yana qılımız. Cümlədən başqa nurg'unlagan bizning Uyg'urlarning har soat o'qigan tadqiqotchi, doktorlar bor. O'zingizning sohasiga munosabatdek mush bo'layotgan voqea, ahvollarga munosabatli yangi narsada millatimizda g'otchib qo'y shuningda bir milletimizni güldürey deganlik qilsa har vaqt ekranimiz uchoq, har bir ziyoliniki millat oldidagi o'zimiz mas'uliyat majburiyatlarimiz va o'qigan sohadagi bilimlarimizni millatimizga yetkazish, mushaqqatdagi mas'uliyat majburiyat ado qilib millatni mushaqqa yetaklab maqsad. Biz bugungi suhbatimizda boshqa fikrimiz bo'lib qolsa, olay bo'lmay qolib qolsa programma oxirlashtiriladi. Ana yangi suhbatlar qat ortyana huzuringlarda. Ko'p rahmat. Rahmat sizga. Allohga omonat, keng sonli ko'rishaylik.